Nimaga men doktorga chidab bo'lmaydigan darajada bosh og'rig'i bilan kelsam, doktor menga antidepressant yozib berdi. Doktor meni yo depressiya yo tomi ketgan deb o'yladimikan a? Xavotirlanmang, shifokor adashgani yo'q. Haqiqatdan ham bosh og'riqlarida antidepressantlar foydali hisoblanadi. Chunki miyamizda qalqon sxemasi bor. Bu qalqon sxemasiga noradrenalin va serotonin gormonlari javob beradi. Va surunkali bosh og'riqlarida shu qalqon zaiflashib qoladi va miya, ya'niki bosh miyamiz arzimagan zarbani ham pashshadan fil yasab katta og'riq kabi his qiladi. Va antidepressantlarni maqsadi ana shu qalqonimizni mustahkamlab, moylab berish. Va shunda bosh og'riqlari kamroq seziladi. Ikkinchi xususiyati antidepressantlar bu sezgini kamaytirib berish va arzimagan og'riqlar ham katta og'riq kabi his qilinmaydi. Ko'pincha og'riq qoldiruvchilarni surunkali iste'mol qilish bu organizm uchun zararli bo'lishi mumkin. To'g'ri tanlangan antidepressantlar bu bosh miyani to'g'ri himoya qiladi va og'riqlardan xalos bo'lishga yordam beradi. Agar yuqoridagi ma'lumotlar sizga ham foydali va tushunarli bo'lgan bo'lsa, albatta like tugmasini bosib qo'ying. Doimiy bosh og'rig'i yuradigan tanishlaringiz bilan ushbu videoni bo'lishib qo'ying. Aytgancha, sizga ham agar shifokoringiz doimiy bosh og'riqlarida antidepressantlar tavsiya qilsa, siz ham hayron bo'lardingiz. Fikrlaringizni izohlarda kutib qolamiz.